Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika mezbonligida o'tadigan 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Uchrashuvning birinchi bo'limi teng kurashlar ostida kechib, har ikki jamoa bir qator xavfli vaziyatlar yaratgan bo'lsa-da, tanaffusgacha hisob ochilmadi. Eustachio, another outswinger. Cornelius felt it off is near with the amount of friendlies we're seeing. Just as the calendar flips over to May. Ikkinchi bo'limda mezbonlar ustunlikni to'la qo'lga olishdi. 58-daqiqada Jonatan Asario hisobni ochgan bo'lsa, 90+1 daqiqada Jayden Nelson jamoasining ikkinchi goliga mualliflik qildi. Vakillarimiz ham bir nechta xavfli hujumlar uyushtirishgan bo'lsa-da, hisobni o'zgartira olishmadi. Shu tariqa uchrashuv Kanada terma jamoasining 2-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuvdan keyin O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Har qanday uchrashuvlarda albatta xatolar bo'ladi. Xatolarni 10 kundan keyingi uchrashuvlarda emas, aynan mana shunday o'rtoqlik o'yinlarda qilgan yaxshiroq. Men Kanada terma jamoasini anchadan beri kuzatib boraman, dedi Cannavaro. U yerda ko'plab do'stlarim bor. So'nggi 3-4 yil ichida jamoa sezilarli darajada o'sdi. Endi milliy terma jamoamiz Nyu-York shahriga yo'l oladi. Qisqa tiklanish jarayonidan so'ng jamoa 8-iyun kuni Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi navbatdagi nazorat uchrashuvini o'tkazadi.